Taniqli inson dahshatli fojiadan vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like tugmachasini bosib qoldiring. Call of Duty o'yini yaratuvchilaridan biri avariyada halok bo'ldi. U boshqargan qizil Ferrari yuqori tezlikda tunneldan chiqib beton to'siqqa borib urilgan va yongan. Mashhur video o'yinlar ishlab chiqaruvchi Call of Duty seriyasi mualliflaridan biri Vince Zampella Kaliforniyada sodir bo'lgan dahshatli yo'l transport hodisasida vafot etdi. The Guardian'ning xabar berishicha, 55 yoshli Vince Zampella 21 dekabr kuni Kaliforniya shtatining Cal Gampel tog'laridan yuz bergan avariya qurboni bo'lgan. U boshqargan qizil Ferrari yuqori tezlikda tunneldan chiqib beton to'siqqa urilgan, yongan. Avtomobilda bo'lgan yo'lovchi ham keyinchalik shifoxonada vafot etgan. Zampella video o'yinlar sanoatidagi taniqli shaxslardan biri bo'lib, u Respawn Entertainment rahbari va Infinity Ward studiyasining hammasusi hisoblanadi. Aynan shu studiyada dunyoda eng ko'p sotilgan Call of Duty o'yinlaridan seriyasini yaratilgan. Shuningdek, u Medal of Honor va Titanfall kabi mashhur loyihalardan ham ishtirok etgan. Vince Zampella 1990-yilning o'rtalarida faoliyatini boshlab, keyinchalik EA Games kompaniyasida Battlefield harbiy o'yinlar seriyasi rahbari sifatida ishlagan. O'yinning uning instruksiyasiga qo'shgan hissasi yuqori baholanib, Call of Duty o'yinlarida bundan-da bugunga kelib jahon bo'ylab 500 milliondan ortiq nusxada sotilgan. EA kompaniyasi binosida Zampellaning video o'yinlar sanoatiga ta'siri ulkan ekan. Uning yuqori ijodi millionlab o'yinlarga va dasturlarning ilhomlaridan tasdiqlangan ta'kidlanadi, deyiladi xabarda.